Katmalamasmış, 90'a atmış, izinde ballar, 60-70. Katmala basmış, 90'a atmış, izinde ballar, 60-70. Dalmışalı, yaşalı, yaşalı sendiler. Dalmışalı, yaşalı, oynalı sendiler. Dalmışalı, yaşalı, yaşalı sendiler. Dalmışalı, yaşalı, oynalı sendiler. Yüzleri appat, gözleri çakmak, yürekten vurdu. Yüzleri appat, gözleri çakmak, yürekten vurdu. Tak 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 tak. Dalmışalı, yaşalı, yaşalı sendiler. Dalmışalı, yaşalı, oynalı sendiler. Dalmışalı, yaşalı, yaşalı sendiler. Dalmışalı, yaşalı, oynalı sendiler. Sen bir dana dana, gel bir yana yana, yandırasan, küydüresen. Sen bir dana dana, gel bir yana yana, uçraşalı, gepleşeli. Dalmışalı, yaşalı, yaşalı sendiler. Dalmışalı, yaşalı, oynalı sendiler. Dalmışalı, yaşalı, yaşalı sendiler. Dalmışalı, yaşalı, oynalı sendiler. Parangi romal başında, parangi romal başında, ha! Gencimler taşında, gencimler taşında, özün için yaşında, vay vay, özün için yaşında. Hayru anam başında, hayru anam başında. Ah! Su geledi mağaradan, mağaradan, mağaradan. Su geledi mağaradan, hey! Mağaradan, mağaradan. Ağağına aylansın, Hamza ağam aylansın. Gözgenen yaşanan, gözgenen yaşanan. Oh, hey! Aha, aha. Deledeki pahtanı, atıstaki pahtanı, kızlar kıldı yan yana, kızlar kıldı yan yana. Yaşı girin yanımdan, yaşı girin yanımdan. Dış atan kılı bir yana, dış atan kılı bir yana. Aha, aha, ha dış atan. Aha, aha.
Şambastan torlama 4 yıl yolunu yollama Rusya'dan özü yakında geldi Kapırcanlı horlama Aragüz Karagüz Aragüz Yeşil dayanı geldi yeşil Aha Ha Kapırcan Mekan bol Hamzaga mekan bol Özün bir yana Vapur özün bir yana Vapur özün bir yana Vapur özün bir yana İşinle öner buldum İşinle öner buldum Zefer eken yana yana Nazlı güzel yana Ala yüzü buy 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 Kara yüz kasap var Ala yüzü yer bana Kara yüz yer bana Cadu Layla bir dememesi İstamam bu bir cadu Layla bir dememesi Belki de kişte gelmez Ulan burada kişte gelmez Karşımın her dem Kasaplara 3'ten 4'ten Aha 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 Vaha 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 Aha 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 işte Vaha 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 Aha 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 Vaha 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 işte Aha 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 işte Vaha Ha Varsın arvaçı Çıtacık arvaçı Çıtacık arvaçı Çıtacık arvaçı Çıtsın aynısından Çıtsın aynısından Ot yakın çaya çay Ot yakın çaya çay Şunu asılsın. İki bu yiyeceksin agumunu. Falan deme basılsın. Asma
şuraya basılsın. Palavdama basılsın. Hem sağlam oynasın. Hem sağlam oynasın. Bir lafı da oynasın. Bir lafı da oynasın. Çetacık arvacı. Bu çetacık arvacı. Çetacık arvacı. Bu çetacık arvacı. Çırtsın aynısınlar. Çırtsın aynısınlar. Ot yaktınca çaçı. Ot yaktınca çaçı. Ayvanı ötürünle mimanı doldu yaz ayvanı kütün kütkendin hanı kütün kütkendin hanı dimi kalmasın kanı doymi kalmasın kanı çık çeta çık arvacı bul çeta çık arvacı çık çeta çık arvacı bul çeta çık arvacı çılsın aynısınlar çılsın aynısınlar Ot yaktınca yaça hacım işte Ot yaktınca kan Ha Karışma Yaşa Aa yaşa Ana devam etamiz. Fozilbek ajoyib kuy qo'shiqlar bilan davom etadilar. Marhamat, navbat sizga keling. Qara marhamat, sho'x ashulalarimiz davom etadi. Talablarga binoan turkcha ashulalarimizdan
Merhamet. Yine oyunlarımız devam eder. Taleplerden bir on. Yine Türkçe şiirlerimizden uçurun. Yangın var içimde imdat. Durdurma yüreğimi, kandırma, döküşünü anlat. Birine güveneme yerine. Dönedi hiç kimse inemedi en derine. Birine güveneme yerine. Dönedi hiç kimse inemedi en derine. Şu dilime kolay ama yüreğime zor durum. Kısa yolu bulamadı yine aramız uçurum. Bugünü dönüme yarama değişirim gidelim. Zaten bu kafada değilsin hep bile zor bulurum. Şu dilime kolay ama yüreğime zor durum. Kısa yolu bulamadı yine aramız uçurum. Bugünü dönüme yarama değişirim gidelim. Zaten bu kafada değilsin hep bile zor bulurum. Yangın var içimde imdat. Durdurma yüreğimi, kandırma, döküşünü anlat. Birine güveneme yerine. Dönedi hiç kimse inemedi en derine. Birine güveneme yerine. Dönedi hiç kimse inemedi en derine. Şu dilime kolay ama yüreğime zor durum. Kısa yolu bulamadı yine aramız uçurum. Bugünü dönüme yarama değişirim gidelim. Zaten bu kafada değilsin hep bile zor bulurum. Şu dilime kolay ama yüreğime zor durum. Kısa yolu bulamadı yine aramız uçurum. Bugünü dönüme yarama değişirim gidelim. Zaten bu kafada değilsin hep bile zor bulurum. Kanı merhamet. Yine devam edemiz. Taleplerden bir on. Aşılarlarımız. Tarakucha bakucha, oid bo machumucha. Tarakucha bakucha, oid bo machumucha. Away yari liftore, Quran ma yafucha. Away yari liftore, Quran ma yafucha. Dig 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 maso, ikhomuna yambat
بسا میخونه بتو میتوش میلیز بسینم حالا مالی فرینم یعنی گلمی مازکم بیره حالا فرینم سر گلمی مازکم بیره حالا فرین از و نگیش یعنی بودا ساقي او دلوبم ميري جان قربانه بام مير جان ساقي وميري خالد زلال Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Davraga fayz kirdi o'ynagan davradagi yoshlarimiz, hurmatli mehmonimiz bolalar, o'ynagan ayollaringiz, qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Omon bo'linglar. Yana bir bora bugungi baxtli ayyom davrani to'ldirib turgan mana shu baxtli sulolaning baxtiyor insonlariga, yoshi ulug' pir badavlat otalarimizga, mo'tabar munis onajonlarimizga va albatta to'y boshdan kamarbasta bo'lib, mosuxos ravishda bel bog'lab xizmatda turgan amma-yu xolaga, aka-yu yangaga, opa-yu doyiga 7 dan 70 gacha bo'lgan barchaga birdek baxtli ayyom yana bir bora muborak bo'lsin. Biz shunday ekan, ana endi davramiz markaziga bugun orzulari, armonlari, tilaklari ushalayotgan suyukli farzandini baxti kamolidan sarmast bo'lib, davrani to'ldirib, toshtirib, necha yillik halol mehnatini elni oldiga to'kin dasturxon qilib yozib, chin ma'nodagi mana shu ajoyib elni bugungi baxtli onajonisiga aylanayotgan Boburjonni boshidagi qulamas tog'i, mevali bog'i, hech so'lmaydigan bir umrlik gulu gulzori, oqsut bergan onaizori Zulayho onajonimizni, ularning yonlarida mana shu baxtli sulolani barcha yaqin hurmatli insonlari, pir badavlat otalarimiz, mo'tabar munis onajonlarimiz va albatta Zulayho onamizning yonlarida aziz hurmatli farzandlari, Zafaraga marhamat kelinglar. Va albatta hurmatli yaqin kelinlari, to'ylar hammalaringizga muborak bo'lsin. Kelinglar, farzandlarim oila atalmish muqaddas sarxatga qo'yayotgan qadamidan eng avvalo onaning duosi Allohning nazdidan qabul bo'lar ekan. Shunday ekan, marhamat kelinglar. Kelinglar, ammalar, aka-yu yangalar, opalar, doyilar, barcha aziz qavmi qarindoshlar. Kelinglar, barchangizga to'ylar muborak bo'lsin, kelinlar muborak bo'lsin. Davraga kelib yoshlarimizga atalgan, qalbingiz tubiga jo bo'lgan eng go'zal samimiy niyatlarni chiroyli tarzda yo'llab qo'yishingizni biz iltimos qilgan bo'lardik. Marhamat taklif qilamiz, kelinglar. Qarindoshlar, hammalari muborak bo'lsin baxtli ayyom barchangizga. Kelinglar, marhamat. Kelinglar. Xolalar, ammalar, yoshi ulug' onalarimiz, pir badavlat otalarimiz. Mana shu baxtli sulolani barcha aziz hurmatli yaqin insonlari. To'ylar hammalaringizga muborak bo'lsin. Onajonlarimiz, kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, baxtli ayyom muborak bo'lsin. Doyilar, kelinglar. Amma-yu xolalar, Zafaraga muborak bo'lsin. Kelinglar, yangamni ham boshlab keling. Qarindoshlar, kelinglar, hammalaringizga muborak bo'lsin. To'y deganda ko'p xizmatlar qilinadi. Do'st quvonadi, dushman bag'ri tilinadi. Yaxshi do'st, yaxshi qarindosh, yaxshi og'ayni mana shunday kunda bilinadi. Demak, davradagi barcha aziz yaqin hurmatli insonlardan ikkala yoshga atalgan eng go'zal samimiy niyatlarni qabul qilsak. To'ylar muborak bo'lsin, boshlab berasiz. Keling. Yo oxirida gapiringlar ular. Keling. Babur ukam esa baxt tilaymiz, qo'shqana bilan qo'sha qarisin, o'g'il qizi ko'p bo'lsin. Hamisha shu xonadonda yaxshi kun bo'lsin. Babur, tabriklaymiz uka. Boburbek uka, gelin bilan baxtli bo'linglar. Tabriklaymiz. Bobur uka, tabriklayman. Shu gelin oyoq yuz yarashib kelgan bo'lsin. Shu Sulton Ablo sulolasiga xizmat etadigan yaxshi ibilli-chibilli bo'lib, o'zidan ko'payish nasib etaversin. Tabriklayman. Bobur aka, tabriklaymiz. Shu ota-onasining xizmati buyursin. Zafar xizmati buyursin, ilohim. Baxtli bo'lsinlar ular. Zafar to'ylar muborak bo'lsin. Boburbek, to'ylar muborak bo'lsin. Doim Botiram görmang, gullarni sizlarni ko'ryatirsinlar. Alloh nasib etsin.
Zafer sana güç kuvvet. Toylar yana bir mertebe mübarek olsun. Boburbek uka, umring uzak bo'lsin. Xudoyim shu, hamisha shu o'ynab kelib yurgaysan. Shunday to'yding, quvonib yurgaysan Xudoyim. Bizning baxtimizga. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling, keling. Marhamat, muborak bo'lsin. Akam kelsinlar oldin. Keling. Bobur uka tabriklaymiz. Shu qo'shilgan kelin bilan qo'sha qarg'aysizlar. İbirli çibirli bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Menimcha sizlar amma bo'lsanglar kerak, adashdimmi? Xolamisilar? To'ylar muborak bo'lsin. Kelinglar, yaqinroq turib olinglar, qarindoshga o'xshab, davrani markaziga yaqinroq kelib olinglar. Birgalikda yoshlarimizga atalgan eng go'zal samimiy niyatlarni yo'llab qo'ysanglar, bular gapirishdi qamiz. Keling, keling akajonim, keling. Keling, muborak bo'lsin, marhamat, keling. Assalomu alaykum. Davra qatnashchilari. Mana bugun Nazira xolamizni Zabarbekning o'yinida katta to'yini, shodiyona shu 2 yoshga baxtilaymiz. Qo'shqonlar bilan qo'sha qarasin. Endi ishlardan burun 5 to'da nasib etsin. Zabarbek, xola ma'rakalar bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin. Mana atasi boyna, sen ma'raka bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin. Qo'sha qaringlar. Zabarbek, Zilahpa, to'ylar muborak bo'lsin. Hamisha shu bolalarning, aqtiqlarning, chavliqlarning qiziqlarini ko'rib yurish nasib etsin. Hamma shu og'aylar, hammamiz quvonishib bir yaxshi bir kayfiyatda yuribmiz. Bobur uka, baxtli bo'l. Salomat bo'ling, keling. To'ylar muborak bo'lsin. Yashang, marhamat. Zafara xola gelila muborak bo'lsin. Bobur gelila muborak bo'lsin. Boburga baxt tilayman, shu yengam bilan qo'shaqani, Xudo xolasa endi yil 5 to'ylarda o'tirishni natib hammamizga nasib etsin. Og'iz birchilikdan ayrilmasin, hammasi. Rahmat, salomat bo'linglar. Zafar aka, to'ylar muborak bo'lsin. Qani yengam yoningizdan? Kim ismlari? Dilfuzaxon yanga. Sotdi kelin deyishyapti sizni. Keling, Zafar akamning yonlariga. Ilhomi kelmas ekan yonlarida turmasingiz. Keling, keling. Katta kelin bilaman? Yashang. G'iybatni boshiding. Adashdimmi? Yashang. Zalato'yimi? Ona Zalato'yimi? Yashang. Umrlari uzoq bo'lsin. Onajonimni bosgan qadamingizni qadamjo qilsin hammalari. Boshida ko'tarib yurishsin. Mahallada kimni kelini degan paytda Zulayxoni kelini degan ajoyib chiroyli maqtovlarni eshitadigan oila bo'lsinlar. Zafar aka, to'ylar muborak bo'lsin. Mana yel deylar, yugur deylar. U kam, bu kam, biz to'yimiz qanaqa o'tar ekan deb xavotirda edinglar. Yorug' yuz bilan 50 oldidan o'tib olyapsizlar. Avvalo baxtli ayyom muborak bo'lsin. Sulolani quvongan dama, sulolani eng go'zal onlari davomiy bo'lsin. Mana shu kunlarni ko'rolmay ketgan dadajoningizni ham pok ruhlari sizlarni qo'llab-quvvatlab tursin. Joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin, iymonlari hamroh bo'lsin. Mana shu davrada ham hozir ruhlari kezib, siz farzandlariga ezgu duolarni yo'llab turganlar bo'lsin. Davlat boshi onajoningiz baxtingizga omon bo'lsinlar. Ukajoningizga ana endi ota o'rnida ota bo'lib turyapsiz hozir. Chiroyli tarzda akani ham duosi Allohning nazdida qabul bo'lar ekan. Demak, ukajoningizga atalgan ezgu duolarni, yaxshi niyatlarni chiroyli tarzda isbor qilib qo'yasiz. Birgalikda qabul qilamiz. Muborak bo'lsin. Zafar aka, keling. Avvalambor hammaga rahmat. Shunda xizmat etgan jonalarim, yor do'stlar, hammaga to'y muborak bo'lsin. Hammaga rahmat. Shu ukam baxtli bo'lsin. Hammaning uyida shunday to'y bo'lsin, borib xizmat etsin, nasib etsin. Shu ukama shu mazmunli hayot, bir baxtli hayot tilayman. O'g'il qizi ko'p bo'lsin.
Xudo xolasa shu bolalarni besh to'y, sunnat to'yida hammani shuni yig'ib bir yaxshi bir to'y etib o'tish nasib etsin hammaga. Şöyle xizmat etgan hammaga rahmat. Jo'ralarima, G'ofurni jo'ralarina, Boburni jo'ralarina hammaga rahmat. Salomat bo'ling, rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Ana do'stlar nomidan ajoyib qarsanglar, yashang. Do'stlar safi kengaysin, oqibat yo'qolmasin, diydor bir umrga shirin bo'lsin. Yangi to'ylar muborak bo'lsin. Ovsin muborak bo'lsin, ha? Yo adashdim. Singil muborak bo'lsin. Singildan ham a'lo bo'lsin. Yaxshi niyatlarni chiroyli tarzda yana bir ajoyib singil joningizga yo'llab qo'yasiz. Birgalikda qabul qilamiz. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Kelgan hammangizga rahmat. Shu kelinimizga uzoq umr, shu Bobur ukamizga baxt, saodat, Yulduz singlimiz bilan baxtli hayot kechirsin. Hammangizga rahmat. Baxtli bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Keling, polvon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? O'lmas. O'lmasjon. Umringiz uzoq bo'lsin, ha? Yashang. Dadingizni yaxshi ko'rasizmi, oyingizmi? Haqiqatni gapiring. Yaxshi ko'raman. Dadingizmi, oyingizmi? Ikkalasini. Dadingiz ko'proq kimni yaxshi ko'radi? Oyimni. Yasha. Dadang oyingni yaxshi ko'rgandan keyin sen tug'ilgansan-da, to'g'rimi? Umri uzoq bo'lsin. Bobur akangni tabriklab qo'yasanmi? Bobur akangga baxt tilab qo'ygin, keyin O'lmasjon. Bobur amma baxt tilayman. Yashang, katta yigit bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Keling. Assalomu alaykum, qor qiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Safiya Malika. Safiya Malika. Otingiz kim? Sultonova Safiya. Yasha, Sultonova Safiya Malikaxon. Tabrik bormi? Yasha, marhamat. Tabriklayman. İngilizce bilasizmi? Marhamat. How many things do you read? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. To'ppa to'g'ri gapirdi. Hayot hech qachon oxiridan boshlanmaydi, 1-2dan boshlanadi. 1, 2, 7, 8, 9, 10 dedi. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan keldingiz? Toshkentdan. Qayerga ketyapsiz? Analara. Yashang. Analaringizga keldingizmi? Ha. Marhamat, tabrik yo'llang. Boburam baxtli bo'lg'ay. Yashang. Uylandingizmi? Yo'q. Xohlaysizmi? Yo'q. Yasha, umri uzoq bo'lsin. Hali kichkinalardan umrlari uzoq bo'lsin. Menimcha erkaklar bo'ldi, G'ofurjon qoldi, menimcha. Eng quvonayotgan odamda bugun yo'li ochildi nihoyat. To'ylar muborak bo'lsin. Bu kim? Shahriyor. Siz o'g'lingizmi? Akamizni keyin Shahriyor. Aniq buni sevgani bor. Yuzida tabassummi aniq bor topgan. To'ylar muborak bo'lsin. Haqiqatda gapiring, sevganingiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Bu yerda yo'q, ha? Yasha. Ha deydi, tabrik yo'llang. Bobura tabriklayman. Baxtli bo'ling. Yashang, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. G'ofurjon ketmang. G'ofurjon. Keling, ayonga keling. To'ylar muborak bo'lsin. Keling, akangiz yonlariga. Sizga ham muborak bo'lsin. Mana o'zingizni o'qib, cho'qib, oqibat o'zi shunaqa kunda bilinadi. Kimdir qarindoshdir, do'stu yorondir, to'y boshlasa, yaxshi kun boshlasa, o'shanda oqibat bilinadi. Mana shu uchalingizni oqibatlaringiz abadiy bo'lsin. Aka ukachilik mehri hech qachon sizlarda to'xtab qolmasin, so'nmasin, tugamasin, davomiy abadiy bo'lsin. Bobur akangizni bir yaxshilab tabriklab qo'yasiz. Ukaning ham tilagi dadasini nomidan Allohning nazdida qabul bo'ladi. Birgalikda qabul qilamiz. Boringizga shukr, keling. Baxt tilayman, sog'lik. Shu otamizni, akamizni, ammamizni ruhini shadada ishlatib bersinlar. Apa galing muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Keling.
Kim bularning ismlari? Keling, gapirsinlar, keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismingiz kim edi? Asadbek, yashang. Nikolay Valiyevning davomchisida, shundaymi? Basketbolchi bo'lsangiz bo'lar ekan, xudo xolasa. Alloh umringizni uzoq qilsin. Siz ukangizmi? Yashang, umrlari uzoq bo'lsin. Davron akam gapiradi, keyin Asadbek gapiradi. Keling, Davron akam muborak bo'lsin. Yaxshi niyatlarni yo'llaymiz, marhamat, keling. Boburbek, Xudoyim Ziloy qaba, Zafaram, kelaversa. Keling, baxtli bo'lsin Xudoyim. Bize şunsin geldim mi? Ha? Yengem buna size mahlab olun. Şurada kalıverse senin çıkarlarım rahmet edemem. Hemen hizmet edip bir yerler rahmet edemem. Burada dışa da size rahmet. Esetlik benim balam. Ükemden benim. Babur. Tebriklemen sana. Sonra geldim akır benim. İsraf. Esetlik'im söylesin. Atam mı? Diye versin. Atam mı? Adınlanam. Emmem adınlanam. Rahmet net koymam bunlara. Razak Hanım'a verdi. Başkası var. Men Esetlik at Baba Ahmet yaşlısın toy. Baba Ahmet. Rahmat, salomat bo'ling. Onajonlarimiz kelishyapti mana. Endi jajjilarni olinglar, endi jajjilarni olinglar, orqaroq tursin jajjilar. Mardon qahramon atayin Boburning to'ylariga azim poytaxt Toshkent shahridan qadam ranjida qilgan mehmonlarimiz taklif qilaylik. Qayerdalar? Keling. Kelinglar. Mardonbek qahramon janoblari. Xush kelibsizlar, qadaminglarga hasanotlar bo'lsin. Ko'rganimizdan, ko'rsatganiga, yetkazganiga, uchrashtirganiga Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Bag'oyatda xursandmiz. Yaxshi niyatlarni qabul qilamiz. Kelinglar. Bobur Jo'ra, tabriklayman. Baxtli bo'l. Qo'shganing bilan Toshakari. Umring uzoq bo'lsin. Yana bir marta tabriklayman Jo'ra. Bobur Jo'ra tabriklayman. Shuga gelin baxt tekkan bo'lsin. Qo'shaqaringlar keyingi yil Beshikto'lada o'tirish nasib etsin. Shu xonadan hamisha yaxshi kundab kelamiz. Rahmat, do'stliginglar abadiy bo'lsin. Oqibatinglar, didoringlar shirin bo'lsin. Rahmat. Jonibek doya, to'ylar muborak bo'lsin. Yetsa moli, yetmasa joni. Kerak bo'lsa borini ham beradigan doya. Yagona bitta doya deyishdi, shundaymi? Doyni moliga dod yo'q deyishadi. 3 ta jiyan yetsa kerak ekan sizga. 50 tama yashang, 100 ta bo'lsin, saf kengaysin. Muborak bo'lsin, keling. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yana bugun Bobur jiyanimning to'yi. Yulduzxon qizimiz bilan qo'sha qarayapti. Ilohim shularga uzoq umr, keng davlat, baxt, saodat, o'g'li qizi ko'p bo'lsin. Shu apama xizmati buyursin. Shunning xo'sh, yaxshi kunlar hammaga yetirsin. Nima demaydi? Ish qilib sog'lik bo'lsin, yurtimizda to'ylar ko'p bo'lsin. Rahmat. 50 ta jiyan baribir doyini esankiratadi-da, to'g'rimi? Yashang. Umringiz uzoq bo'lsin. Onajonlar xush kelibsizlar. To'ylar sizlarga ham muborak bo'lsin. Onani duosini olgan farzand hech qachon ikki dunyoda ham kam bo'lmas ekan. Sizlardan ham birgalikda onalik duolarini yoshlarimizni baxti kamol uchun yo'llab qo'ysanglar. Birgalikda qabul qilamiz. Boringlarga shukr. Keling, marhamat. Men Boburjon bilan Yulduzxon gelinimize umri uzoq bo'lishini istayman. Qo'sha qarishini istayman. Farzandlari ko'p bo'lishini istayman. Xudoyim shu Ziloyxoning
xizmati, rohatlari buyur Qizil Aqaga. Zafarbekni ham shu bolalarning rohatini ko'rib, Dilfuza bilan qo'sha qarisin. Indiki shu yillara G'ofurjon ham to'y atib o'tirik. Umma hamma vaqti yaxshi kun, tinchlik, omonlik bo'lg'ay. Tapishlari shu bolalarning yaxshi kunlarini buyurg'ay. Qarindoshlar hamisha shunday to'ylara yig'nalargiylar. To'ylar hammaga qutlug' muborak bo'lg'ay. Turib söyleyeyim. Hava. Toylar. Mana şu toy singlimize şu gelin qutlug' muborak bo'lsin. Bobur beka umr yo'ldoshi qutlug' muborak bo'lsin. Şu ailege şu gelin tushibdi, to'y bo'layotir. Şu toylar qutlug' muborak bo'lsin. Qutlug' qadam gelin bo'lsin. Qo'shqanlari bilan qo'sha qarib, o'nib, o'sib, o'g'illi qizil bo'lib, üveli cüveli bulup yeyilip yazılsınlar. Şuna singlime şu aileye baxt kelgan bo'lsin. Xudoyim hizmetlari buyursin. Indiki yil şu günler altın beşik hep gelip xudolar. Xudoyim yine toylarda uçraşmak. G'ofurjonning to'yini. Xullas to'ya ülenip giteversin. Tapqanları yaxshi gün bulup to'ya buyursun. El dinç bo'lsin, paraxatçılık bo'lsin. Hemişe sağlık dileymen şulara. Baxt dileymen, omet dileymen. Rahmat. O'qituvchi emasmi bular? O'qituvchimi? Zo'r gapiryaptilar-da, qo'shilib kelyapti. O'qituvchiga monand bo'ldi. To'ylar muborak bo'lsin. Sizlardan ham kattasi kim? Siz bo'lsangiz kerak, menimcha, yo'q, bularmi? Eng kattasi nariga. Opa to'ylar muborak bo'lsin. Birin-ketin turib olinglar, saf bo'lib, chiroyli yaxshi niyatlarni qabul qilamiz. Kimmi? Doyini ayolimi? Sezildi. Baribir menga mikrofon olib kelasan, turibman deb bemalol. Doyini ayolaman deb. To'ylar muborak bo'lsin, boringizga shukr. Keling, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli. Yaxshi niyat hamrohlari, Fayz dasturxonimizning aziz mehmonlari. Yaxshi niyatli qalb egalari, barchangizga rahmat. Avvalambor ammajonlar, to'ylar muborak bo'lsin. Shu kelgan kelinimiz qutlug' qadam bo'lib kelgan bo'lsin. Boburjon bilan Yulduzxonning yulduzlari yarashsin. O'g'li qizi ko'p bo'lsin. Hamma havas qiladigan kelin kuyov bo'lsin. Qurayotgan mustaqil oilalari ilohim mustahkam, bir yorqin, hamma havas qiladigan oila bo'lsin. Hammaning xonadonida mana shunday to'y bo'lsin. Hammaning xonadonida yaxshi kunlar ko'p bo'lib qutlab borish hammamizga nasib qilsin. Ammajon, to'ylar muborak. Botir og'am ham ruh paklari shod. Chunki 3 pahlavon o'g'li bor. Sulolasi davom qilib turibdi. Ruh paklari ham hamisha shod kelib shodmon ketsin. Quvonib turgan bo'lsin, hozir tepamizda ko'rib, jannatlardan joy olib yurgan bo'lsin. Allohim shu farzandlaringizning kamolini ko'rib, akam ko'rmagan quvonchlar ham siz erishavering. Hamma qarindosh tog'alari to'ylar muborak bo'lsin. Yulduzdek porlasin chashming qarog'ing, hech qachon o'chmasin yongan chirog'ing. Magar chinor bo'lsang chinordek yasha, bevaqt uzilmasin biror yaprog'ing. Assalomu alaykum. To'ylar muborak. To'yinga yarashgan bo'ying muborak. Bo'yinga yarashgan yoring muborak. Opajon sizga kelin, qiz muborak. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Zafarbek, Dilfuzaxon to'ylar muborak bo'lsin. G'ofurjon, Xudoyim shu ukamiz Boburjon, kelinimiz qo'sha qarib, o'zlaridan ko'payib, shu opajonimizga nevaralarni hadya qilaversinlar. O'zingiz o'chirib qo'ydingizda gapiryapsiz. Ishlab turibdi bu. Kami bormi yana? Bo'lib qoldimi yo? Yashang. Bo'ldi. Yana she'r aytadigani bormi? Sizlar qatoringlarda? Yo'q, bo'ldimi? Bo'ldi aka, biz ishimizni qilib olaylik.
Abdulla Umidjonga boramiz keyin. Umringiz uzoq bo'lsin. Qudalar jamoasi, ona o'tib oling qudalarning yo'llariga. O'tib oling, keling, ona keling. Kelinning onasi kim? Qaysi birlar? Ismlari kim? Nasiba opa, bitta quchoqlashib qo'yinglar, qudachilik, ming yilchilik bo'lsin deganlar, ichki kuyganlar. Hammasi qarsak ursin, quvonganlar. Ana quda bo'lsa siladek bo'lsin, ha? To'ylar muborak bo'lsin. Quda tomonidan kattalari kim hozir kelgan? Menimcha shu opam bo'lsalar kerak, ha? To'ylar muborak. Siz boshlab berasiz bo'lmasam, keling. Mana Boburbek bilan qizimiz Yulduzga baxt tilayman. O'g'il qizi ko'p bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Sizlar ham quda bo'lsanglar kerak, ha? Muborak bo'lsin, keling. Amma bilan muborak bo'lsin, keling. 2 yoshga baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Qaynasini, qaynog'alari, o'slarni hammasini xizmati buyursin. Baxtli bo'lsinlar. 2 yoshga baxt tilayman. Hamma vaqt yaxshi kunda topqanlar yaxshi kunna buyurg'ay. Xudolar gelin muborak bo'lsin. Önü eski oğlu kızı köp boğuy. Hamma yaxshigina buyuravergay topqanlaringiz. Salomat bo'ling, rahmat. Nasiba opam, o'g'il farzand muborak bo'lsin. Nechta o'g'lingiz bor? Yo'qmidi? Yashang. Bo'lmasam to'ng'ich o'g'il farzand muborak bo'lsin. O'g'ildan ham a'lo bo'lsin. Farzandlaringizga chiroyli tarzda baxt tilab qo'yasiz. Keling, marhamat. Mana shu qizimiz borayotgan xonadonga hamisha baxt olib borgan bo'g'ay. Uyindagi og'asi, qaynasi, hamma og'ayin-o'g'illarga xizmatkor kelin bo'lgan bo'g'ay. 2 yoshga baxt tilayman, hamisha baxtli bo'lsin. Qo'shqani bilan qo'sha qarsin. Rahmat, salomat bo'ling. Zafar akamni do'stlari kelinglar endi sizlar. Zafar akamni do'stlari. Kelinglar, marhamat. Yonlariga boramiz, ha? Ona shoshmay turasiz. Shu Zafar akamni do'stlaridan tabriklarni qabul qilaylik. Studiya yigitlari kelinglar. Shu o'tirgan joylarda tabriklarni olib olamiz. Muborak bo'lsin. Kimdan boshlaymiz? Siz gapirdingiz, sizdan boshlaymiz. Siz gapirmadingiz, keling. Studiya yigitlari, chiroyli qilib olinglar. Bular boshlab bergan edilar. Assalomu alaykum. Aminov Anvar aka, muborak bo'lsin, keling. Rahmat. Zafar ukasini tabriklayman. Zafarbek, ilohim shu gelin, shu xonadonga bir baxt olib kelgan bo'g'ay. Ilohim keyingi to'ylarimdan shuni tabriklash nasib etsin. Baxtli bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Kim qoldilar yana gapirmagan? Ya ular gapirganlar. Keling. Siz ko'rmadik biz. Gapirdingizmi? Yana bitta gapirib yuboringlar, marhamat. Bobur uka tabriklayman. Qo'shqaring bilan qo'shaqarli. Keyingi yil shumali xudo xolasa shu qo'shqardek o'g'ildi bo'lsin, shu 5 to'ydan o'tirish bizlarga nasib etaversin. Shu hamisha uyingda to'y bo'lsin. To'yda bizlar ham qatnashib yuraverik. Zafar tabriklaymiz, baxtli bo'lsin. Bobur tabriklayman, baxtli bo'l uka. Xudo xolasa keyingi yil shu 5 to'ydan kelish nasib etsin. Shu do'stlar tabrikladi. Zafar o'ng bo'lsin, baxtli bo'lsin. O'ndan buyursin. Rahmat. Baxtli bo'lsin. Yaxshi. Yana bir marta tabriklaymiz. Shunday to'ylardan indiki yil yana berish nasib etsin. Zafar, sağ güç kuvvetçiler. Tabriklaymiz. Zafar Jora to'ylar o'ng'ila versin, muborak bo'laversin. Bobur tabriklayman. Qo'shaqar gelinlar. O'g'il qizing ko'p bo'lsin. Endi shumalli qo'shaloq to'y bo'lib 5 to'ylarda, yana G'afurning to'ylarida o'tirish nasib etaversin. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Bo'ldi, bular so'zla olmaydi boshqa. Rahmat, salomat bo'linglar, do'stliginglar abadiy bo'lsin. Zulayxo ona, to'ylar muborak bo'lsin. Yana kim qoldi? Xolavachcha Bahodir aka, to'ylar muborak bo'lading, bo'la. To'ylar muborak bo'lsin. Bo'lam, sen uchun o'lam deydi, to'g'rimi? Yashang, marhamat. Bobur, baxtli bo'l gelin bilan. Uzoq yasha. Shu yoshlarga baxt tilayman. Baxtli bo'lsin. Telefon shu quvonib o'tirsin Xudoyim. Xizmatlari berib.
Assalomu alaykum otaxonlar va akaxonlar, opalar va singillar, akalar va ukalar va jajji kichkintoylar. Mana bugun biz amma bo'lmish Ziloh opamning xonadonida katta tantana. O'sha tantanada ning sababchisi kelin bilan kuyov Boburjon bilan Yulduzxonning nikoh kechalarida o'tirgan ekanmiz. Ularga uzoq umr, baxt, saodat, lablardan kulgu, chehralardan tabassum hech qachon ayrimasin. Hamisha baxtli bo'lsin. Ammajonlari gelin bilan tabriklayman. Hammaga yetirsin, yetmaganlar ham yetiraversin. Navadi. Rahmat, salomat bo'ling. Zokirjon qani? Otalarni davomchisi dedilar. Zokirjon keling. Zokirjon keling. To'ylar sizga ham muborak bo'lsin. Ko'rganimizdan xursandmiz. Boringizga shukr. Keling, marhamat. Keling, marhamat. Ukasan baxt tilaymiz. Xudoyim yangalin va yaqina baxtlari bilan cho'lashib kelgan bo'lsin. Xudoyim keyingi ishmanlik 5 to'ylarda o'tirish, bizlarga xizmat etib turish nasib etsin Xudoyim. Farzandlaring ko'p bo'lsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yengama gelin emas, qiz bo'lib kelgan bo'lsin. Hamisha shu yaxshi kunlar, shu uylarda to'ylar aramasin. Sog' bo'l, omon bo'l. Salomat bo'linglar, rahmat. Zulayho ona to'ylar muborak bo'lsin. Mana nihoyat yetib keldik. Bugun quvonib, shodlanib, farzandlarning yonlarida, bag'rida sarmast bo'lib turibsiz. Mana shu davomiy bo'lsin. Farzandlarning oqibati, diydori bir umrga shirin bo'lsin. Otadir, onadir bizlarga panoh. Og'ritsak dilini eng og'ir gunoh. Onali fayzli har bir xonadon. Gul bo'lsa farzandim, otadir bog'bon. Yolg'iz murabbiyimsiz siz yagonam. Madhingiz kuylay toki jonim bor. Azizim otam, azizim onam. Beshik tebratardi tunda allalab, tepamda parvona tonggacha yorab. Ertaklar aytganda buvimga o'xshab, bir so'z aytoldimmi onamga atab. Dunyoda xursand bo'ldim, nigoh soldim olamga deb. O'ynab kuldim, mun yarashmas nolamga deb. Avvallari so'ramabman o'zimdan hech. Nima qildim? Yolg'izgina onamga deb. Dunyodagi eng yaxshi odam otamga deb. Omad so'rab olgan edim duosinam. Topdim hatto dunyolarning dunyosinam, ammo netay pushaymon dil nidosini. Nima qildim? Yolg'izgina onamga deb. Dunyodagi eng yaxshi odam otamga deb. Makkadek mo'tabar, Madina yangliq mukarram. Ma'buda yu poklikda bamisol bir sanam. Onalarga aylasang sen ming yillar ta'zim ham kam. Boshing uzra humo qushing, onang erur unutma. Shunday ekan Boburjonni oq yuvib, oq tarab, tug'ilgan onida ezgu duolarni, yaxshi niyatlarni yo'llab, bugun baxt kamolini ko'rib, farzandini chiroyli damidan sarmast bo'lib turgan mana shu ajoyib elni bugungi chin ma'nodagi boringki to'rtkul xalqini ajoyib bugungi baxtli onasi deya e'tirofga loyiq bo'lgan aziz hurmatli inson Zulayho onamiz farzandlariga atalgan eng go'zal niyatlarini, onalik duolarini chiroyli tarzda yo'llab qo'yadilar. Zulayho ona to'ylar muborak bo'lsin. Oilangizga yana bitta qiz farzand muborak bo'lsin. Qizdan ham a'lo bo'lsin. Bosgan qadamingizni qadamjo qilib, mahallada rahmatlar yog'dirib, eng kamida toliyi baxti kulgan mustahkam oila bo'lsinlar. To'ylar sizga muborak bo'lsin. Marhamat onajon. Aziz mehmonlar, mana bizning xonadonda uzoq kutilgan shodiyona
Şu şadiyanaga şerik bolup oturgan qarindosh to'g'anlarim, xudojonlarim, bolalarim, jo'ralari, hammaga ko'pdan ko'p rahmat. Şu quvonchimizga şerik bo'ldingizlar, sevinchimizni birga baham ko'rdingizlar. Bugün baxtlimiz. Lekin baribir agar bolalarim otasi hayot bo'lganda, baxtimiz yanada to'kisroq bo'ladi edi. Lekin iloji yo'q. Allohim Xudoyim xo'jayinimni joylarini jannatdan etib qo'ygan bo'lg'ay. Shu farzandlarning baxtini ko'rib, shu aqtiqlarining baxtini ko'rib, ruhlari shod bo'lib yurgay. Xudolarima giyev, nasibaga o'g'il qutlug'i bo'lg'ay. Qizim yo'q deb o'ksana dedim. Xudoga shukr qizim 2 bo'ldi. O'g'illarim yanında. Xudoyim mingdan ming rahmat Allohima. Xudoyim shu to'yda xizmat etib yurgan bolalaring, xonadonimdan to'y bo'lg'ay, tapqanlari yaxshi kunlarga yarag'ay. Her kimki yaxshi niyat etsa niyatlarına yetavergay. Yurtimiz tinch bo'lg'ay. Safarda yurgan bolalarimiz safarini bexatar etib qo'yg'ay. Xudoyim kasallarimize shifo bergay. Hamma tinch, totuv, aql yashag'ay xonadonida. Shuni tilayman. Boburjonim, yulduzim, baxtli bo'lgaysizlar Xudoyim. Ko'nglingiz tilagincha farzandlaringiz bo'lg'ay. Men sizlaring baxtingizni ko'rib, taxtingizga suyanib o'tiravergayman. Indiki yil bo'lmasam sal bundan tezda bir g'afir balamam uylantirib, yana hammamiz shu do'sti yarallar, qarindoshlar yig'nalib, to'y etib o'tirish vaqtini o'zing muyassar aylagaysan. Hammangizga rahmat qarindoshlar. O'g'lingizni uylantirib, qiy chiqarmoq sizlar ham nasib etsin. Hammaning xonadonida to'y bo'lg'ay. Rahmat, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Boburjon, baxtli bo'lishni xohlaysiz, to'g'rimi? Bugundan sim kartani almashtirish esdan chiqmasin. Kelishdik-a? Baxtlimiz muborak bo'lsin. Chindan baxtli bo'lishni xohlasangiz shu ishni qiling. Yana bir bora baxtlimiz. Onajonimiz to'ylar muborak bo'lsin. Xonadonlaringizga, Zafar aka, kim qadam ranjida qilsa, do'stmi, dushmanmi, yaxshi kuningizni to'yingizdan chiqsin. Bitta gapirasizmi? Bitta kam bo'ladi, ikkita qiling. Keling. Qarindoshlar, qo'shnilar, jo'ralar, qudalar, hammangizga rahmat. To'ylaringizda qaytgay. Xudoyim nasib etsin, sizlarning to'ylaringizda shunday xizmat etish. Hammaga shunday to'y etish nasib etsin. Hammaga rahmat. Kim shu yerda xizmat etgan bo'lsa, hammaga rahmat. Hammaning uyida yaxshi kun bo'lsin. Xudo xolasa shu indigi ham beshik to'y, ham G'afur ukam to'yini etib o'tirganmiz. Shu san'atkorlarning izi uzilmay, ayniqsa biz guruh poddeski va jo'ralarim. Rahmat hammaga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xizmat etish nasib etsin sizlar to'ylaringizda. Rahmat, salomat bo'linglar. Yana bir bora baxtli ayyom muborak bo'lsin. Marhamat, yoshlarimiz qo'llaridagi chiroyli guldastalarini onajonlariga, aziz hurmatli yaqin insonlariga taqdim qilib qo'yadilar. Biz esa yana bir bora o'z tashakkurlarimizni asl tantanalar saroyiga, ularning rahbariyatiga, ishchi xodimlariga va albatta afsonaviy sahna bezaklari Laylo dekorga tashakkurlarimizni yo'llaymiz. Professional ideal studiyasi yigitlariga ham omadli yor bo'lsin va eslatib o'tamiz. Badiiy shoh sahnada o'zlarining betakror kuy qo'shiqlari bilan bugun barchani ko'nglidan, qalbidan chuqur joy egallagan estradamizning yorqin yulduzli vakili Ravshanbek Baltayevga ijodiy jamoasi bilan Kamina Dilshodbek birgalikda xizmatda bo'ldik. Xizmatimizga rozi bo'lasizlar. Yana bir bora baxtli ayyom barchaga muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat, Dilshod. Shamolda xilpirar men ekan terak sog'inch azobidan qiynalar yurak. Shamolda xilpirar men ekan terak sog'inch azobidan
sağındı onamdan bular. Men ki sağın gelmez hammani. Meni kim sağındı onamdan bular. Men bunda o'ylarman o'g'il qizimni, ko'zlari munchog'im shahlo ko'zimni. Men bunda o'ylarman o'g'il qizimni, ko'zlari munchog'im shahlo ko'zimni. Meni sog'inganda quchib onamni. Meni kim sog'indi onamdan bular. Meni sog'inganda quchib onamni. Meni kim sog'indi onamdan bular. Kimni qiziqtirar shomu shuhratim, kimni qiziqtirar molu davlatim, kimni qiziqtirar shomu shuhratim. Yorni o'ylab turar topgan davlatim. Faqat onam bilan chekkan zahmatim. Meni kim sog'indi onamdan bular. Faqat onam bilan chekkan zahmatim. Meni kim sog'indi onamdan bular. Marhamat, endi hammani raqsga taklif qilamiz. Hamma qarindosh og'ayin o'g'illarni. Qizil yo'l olmayaydi, sararib solmayaydi. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Bu gala başlı gala, çıkılı daşlı gala. Korkuram yar gelmedi, yüzürüm yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, çıkılı daşlı gala. Korkuram yar gelmeye, yüzürüm yaşlı gala. Oh!
uzunluğuna güzelden güzel danıştık sen bilen ezelden ezel. Boyların uzunluğuna güzelden güzel danıştık sen bilen ezelden ezel. Kıyamamadın sen hiç bana bırak, ben yok alamda mahvinur. Kıyamamadın sen hiç bana bırak, ben yok alamda mahvinur. Mahvinur, mahvinur, danıştık sen bilen Moskova'da. Mahvinur, mahvinur, Rus'ta oynandım ben Baytima'da. Orası biraz gitsin. Uçup bana diye banadı, içim yanıp bana diye banadı. Yakar uçup bana diye banadı, içim yanıp bana diye banadı. Ben bileyim vurup kara yüz, kanlar atıp bana diye banadı. Kara yüz bayı var, kara yüz bayı var, kara yüz yanı var, ay kara yüz.
amin qo'shila turgan yoshlar baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin. Endi kelishki yillardan burroq o'g'ilmi qizmi farzandlari bu andam shu tabriklab kelib o'tirish hammamizga nasib etsin. Shunda amin deb turgan hammaning da shunday yaxshi yillar bo'larsin. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.